Onang ham yosh bo'lsalar kerak a? 80-yil. 80-yil. Shunday ekan, onangiz yosh ekan singlim. Mana bo'lsa sizga keyin tushuntiraman. 2-3 kundan keyin. Oyingami? 2-3 kun yo'q ketsa, qidiruvga berib O'zi bugun boraman degan ekan, sen bo'lding. Bugun ertalab telefon qilasiz. Bo'pti, telefon qilib, "Aya, shuna bugun borolmayman. Ishim chiqadi" deb qo'ymasam. Ishim chiqadimi? Yo'q. Ish topdimda yoki haqiqatni ayt onangga. Ona baribir kechiradi. So'yib desa aya. Nega so'yadi ayang? Farzand o'zi inson borki bir o'limga borib keladi tuqqunigacha. Qanaqa qilib o'z farzandini so'yadi? Bunaqada Ota-ona borki hech qachon bolasiga yomonlikni ravo ko'rmaydi, hech qachon nafaqat qilmaydi. oppog'im deydi bolasini-da. Hammamiz ham onamiz-da misol uchun bitta. Onang ham yosh ekan hali. Balkim tushuntirib ko'r. Tushunadigan bo'lsa uyga kel qizim desa qaytib ketgan. Radioz bormi? Bo'pti, ishlayapman deyman, ish topdim. Namangan iqtisodiyotda ishlayapman deyman. O'qishing nima bo'ladi endi? O'qiysizmi Radoz? Namangan o'qiyman. O'qishingdagilar xat yozaversa nima bo'ladi uyingdagilarga? Xat jo'nataversa qizingiz o'qishga kelmayapti deb. har tomonlama o'ylab ko'r. Bu yo'lga kirganingdan keyin qaytib chiqishing juda qiyin. Juda. Pulni ketidan quvib ketaverasan. Kamola. Kamola, Yaxshilab o'ylab ish ertalab qiling. kech o'ylab ko'r, hammasini o'ylab. Bu tomonlama o'ylab. Yo'q opa, halol ish qilaman. Menga boshqa ish topib bering desang ham qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Yo'q, men ko'proq pul topishim kerak deydigan bo'lsang, men ertalab tilxat yozib berasan, mayli yurib ko'raverasan. Hech kim seni majburlamaydi. Oddiy qizga o'xshaysan, qishloqlik qizsan. Qo'qonni qayerdan? Qishlog'idan. Ana, vodiyat yo'qonasi bor.